Yosh Production Abduqodir Husanovni Osiyoning eng zo'ri deb atadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City'dagi barqaror va ishonchli o'yini orqali nafaqat muxlislar, balki turli mamlakatlardagi tahlilchilar diqqatini ham o'ziga tortmoqda. Bu e'tibor albatta tasodif emas. 21 yoshli futbolchi eng murakkab pallada shaharliklar himoya chizig'ida muhim figuraga aylanib, jamoaning natijalarida sezilarli ulush qo'shyapti. Ayniqsa jamoadagi himoyachilar bilan bog'liq qiyin vaziyatda Husanovning roli yanada ochildi. Ruben Dias, Joshko Gvardiol, John Stones kabi yetakchi markaziy himoyachilar jarohat olgan paytda Josep Gvardiola himoyadagi asosiy mas'uliyatni aynan Abduqodir zimmasiga yukladi. Va eng qizig'i, u bu bosimni og'ir yuk emas, o'sish imkoniyatiga aylantira oldi. Gvardiola qiyin daqiqalarda Husanovga suyanayotgani ham uning o'yin darajasi ko'tarilayotganidan dalolat. Shu fon ortida YouTube'dagi Miyach Production loyihasi eksperti Aleksandr Juralyov qit'alar kesimida eng yaxshi futbolchilarni tanlash jarayonida Abduqodir Husanovga alohida to'xtaldi. Tahlillar yakunida loyiha ijodkorlari Husanovni Osiyo qit'asining bugungi kundagi eng kuchli futbolchisi deb e'tirof etdi. Qizig'i, bu nom uchun yillar davomida doimiy da'vogar bo'lib kelgan Son Heung-min va Takefuso Kubo hozircha Husanovdan ortda qolgani aytildi. Aleksandr Juralyov bu tanlovni shunday izohladi: tanlov qilish oson emas. Son endi avvalgi darajada emas. Kubo juda kuchli, lekin so'nggi paytlarda o'yinda pasayish bor. Shuning uchun eng zo'r Husanov. Hozir aynan u Osiyoning eng yaxshi futbolchisi. Abduqodir City'da o'ynaydi va maydonga tushganda natija beradi. Miyach Production talqiniga ko'ra, qit'alar bo'yicha eng yaxshi futbolchilar ro'yxati ham e'lon qilindi. Yevropa: Kylian Mbappe, Afrika: Ashraf Hakimi, Janubiy Amerika: Rafinha, Shimoliy Amerika: Christian Pulisic, Osiyo: Abduqodir Husanov. Husanovning Osiyoda eng yaxshi deb topilishi uning Apple'dagi o'yiniga qaralsa, ko'pchilik uchun mantiqiy ko'rinadi. Chunki u Manchester City'da shunchaki o'ynab yurgan futbolchi emas. U sistemaning bir bo'lagiga aylanib ulgurdi. Abduqodir o'z imkoniyatini to'liq ishlatdi. Ketma-ket 12 ta o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. To'pni tortib olishda ishonchli harakatlar bilan ko'zga tashlandi. Pressing ostida sovuqqonlik saqlab, to'pni toza chiqara olishini ko'rsatdi. Jismoniy jihatdan baquvvatligi eng og'ir vaziyatlarda jamoaga foyda berdi. Natijada u faqat tajribali himoyachilar o'rnini to'ldirib qo'ygan emas, balki mavsumning hozirgi qismida shaharliklarning eng barqaror o'yinchilaridan biri sifatida ko'rinyapti. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, Abduqodir Husanov faqat iqtidor egasi emas, u zamonaviy futbol talablariga mos, universal himoyachi. Shuning uchun Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deya atash ko'pchilik uchun kutilmagan sensatsiya emas. Aksincha, maydonda ko'rsatilgan mehnat va natijaning tabiiy bahosidir.